وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعل gohida Alloh taolo fa'ilni ustiga harf jarni ziyoda qiladi. Yani fa'ildan oldin harf jar kelib, raf bo'lib turgan fa'il jar bo'lib qoladi. Avil maf'ul bihi, ya'ni maf'ulun bihi ham jar harf jar qilib qo'yib, nasb bo'lish kerak bo'lgan maf'ul jar bo'lib qoladi. Va yaj'aluhu ma'mulan lil fi'li bi wasitati harf al-jar. Keyin haligi narsani ma'mul qiladi. Ya'ni fa'ilni ham, maf'ulni ham ma'mul qilib qo'yadi. Fe'lga ma'mul bo'ladi. Ya'ni fe'l o'sha amalni ko'rsatadi. Raf qilish kerak edi fe'l, yoki jar nima qilish kerak edi, nasb qilish kerak edi. Lekin o'zining ta'sirini endi fe'l harf jarni vositasi bilan o'tkazadi endi. Harf jarni vositasi bilan, lekin ba'zi maf'ul harf jarni vositasi bilan emas, ba'zi lekin fa'il bo'lib turaveradi. Lita'kid al-ittisal harf jar nima kerak bo'ladi desa, lita'kid al-ittisal bir-biriga nihoyatda qattiq bog'liqligini bildirib qo'yishi. Bi bilan degan gap ifoda qiladi-ku. Ikkovini shu maf'ulni o'rtasida fe'l nihoyatda bir-biriga bog'liq narsa, yoki fa'il nihoyatda bir-biriga bog'liq narsa degan gapda ittisolni ta'kidlash uchun keladi xolos aslida. Masalan, yawma yuhma alayha. Uni ustida kuydiriladi deydi. Uni ustida emas, u yawma yuhma hiyada o'zi u kuydiriladi deganda alayha degan shidda zoid bo'ladi. Ya'ni tuhma yajisdin usku, ya'ni suni chandiki sutoniku tapaga yawma yuhma alayhadan murod o'sha o't qizdirilishda qaysi kuniki o'sha tillo bilan kumushda xatinalarini qizdiriladi deganda qizdirib o'ziga bosadi degani tillosini yig'ib yakni zahab bol fizzasada keladi. Qarang shu qona fi sabil fashin bilan ya'ni yawma yuhma alayha fi nar jannat qatuwa biha jibahum o'shani o'tman o'zidan tamg'a bosadi qizdirib tillos bilan kumushini o'zidan o'sha uni ustida qizdirmaydi, o'shani o'zini qizdiriladi. Tillo bilan kumushni alayhada shekil ha nima bo'lgan ala zoid bo'lgan. Demak, ha aytda nima edi? Noib fa'il edi-da u. Hiyada endi. Hiya noib fa'il edi. Noib fa'il edi. O'sha noib fa'il ustiga tepadagi fa'ilga ham kirib ketaveradi moqchida endi. Fa'il nima? Noib fa'il bitta narsada bor. Fa'il bilan yoki noib fa'il tepasiga jar harf kirganiga bu misol bo'ldi endi. Zoid bo'lib. U qizdiriladi o'z aslida. Aw yana Xudoy taolo aytadiki, va qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam. qaffayna ala asarihim. Va qaffayna asarahum da o'zi ham qaffaynahum da shidda ala zoid bo'lib qolgan. Va qaffayna ala asarihim. Qaffaynahum o'zi yo qaffayna asarahum da maf'ul da u. Ala aytdi kim edi? Qaffayna ala bilan ishlamaydi dedi. Ya'ni ular o'tmasdan turib, hech qancha o'tmasdan turib orqasidan keldi degan gapda endi u yerda. O'sha ta'kidni ifoda qilyapti. Hamma ularni o'tgan payg'ambarlar orqasidan keyin Iso ibn Maryamni biz jo'natib yubordik orqasidan. Yo qaffayna qafo nima keyin bu tarafda. O'sha qafo fe'lida ularning orqasidan payg'ambar Iso alayhisolam jo'natib yubordik. Chetdagi ala xullas zoid. Maf'ulga ustiga harf jarni qo'shilgan. Or qaffa fulonin bi fulonin yo bi asari fulonin ma'nosi. U aslida qaffa fe'li ishlasa qaffa fulonan bi fulonin bo'ladi. Falonchini jo'natdi, falonchini orqasidan degani bo'ladi. Qaffa fulonan bi fulonin. Falonchini orqasidan falonchini jo'natdi. Jo'natilgan bidan keyin kelganda jo'natilgan bo'ladi. Qaf oldingisi buni orqasidan kelgan odam bo'ladi endi. Qaffa fulonan bi fulonin. Bir odamni orqasidan jo'natib yubordi bi fulonin, falonchini degani bo'ladi. Yoki bi asari fulonin ham bo'ladi. Mana ek do'stlarga pecha birovdan qasam birov jo'natib yuborish degan. Hay, o'tishganda. Mavlidson bayonlarga ayyolama huna nuqtatun va hiya. Yana bu yerda bir nuqta bilish kerak deydi. Bilinishi kerakki, albatta bu iste'mol qilinadi juda ko'p o'rinda ittisolni ta'kidi uchun tepadagi o'xshaganda, ta'kidli ittisol ishlatiladi xolos. Shundan keyin bu uslubsiz o ish bo'ladi degan gapda, hech umuman atf uchun bo'lmaydi. Masalan, iza waqa'atil waqi'a qiyomat bo'lgandan keyin va kuntum azvajan salasa degani va sizlar azvajan salasa bo'ldi, 3 guruhga bo'lindilaring degani bu vaqa'atga nima bo'lmaydi? Atf bo'lmaydi. Qiyomat bo'lsa, vaqtiki qiyomat bo'lsa, vaqtiki sizlar 3 guruhga bo'linsalar emas, vaqtiki shunday bo'lsa, sizlar 3 guruhga bo'linasizlar bo'ladi aslida. Bu aytdim atfalik yo'qda. Vaqa'atga atf bo'lmaydi. Shu qiyomatdan keyinoq
ittisol bor edi. Qiyomat bo'ldi deganda sizlar 3 guruhga bo'linasizlar degan gapni ifoda qiladi xolos. Ta'kid ittisol. Bir-biriga muttasil narsa shu ishlar 3 guruhga bo'linishlari qiyomatda voqea bo'lishiga muttasil narsa degandan ifoda qiladi xolos. Hatligi yo'q. Hatta idza ja'uha va futihat abwabuha shunaqangi. Ular keldi, keldi-yu, orqasidan eshiklar ochilib ketadi. Jannat do'zax eshigi ochiladi degan gaplarda u. Bitta ja'aga futihat nima emas. Ma'tuf emas endi. Va yumahhisallahu allazina amanu. Kuntumdan oldin bu atib kelgan balki qimoqada iqtisodiy atib kelgan. Hatta idza ja'u jahannam kijab muttaqikum fil jannati futihatdan oldin va unna atfadir na holiyadir. Aksar mufassirlar hayolib bo'lganda unday emas, balki u muqobilga muttasilligini ta'kidlayapti xolos. Va yumahhisallahu allazina amanu artat Alloh taolo pok va sof qilsin iymonlilarni degan. Yumahhisallahu allazina amanu. Dedi bu yerda oyatni naql qilishlikda kitobning sohibi sal nima qilib qo'yganlar, chunki lumahisallohu allazina amanudan oldingi va uni otifa deyishlik hech qanaqangi ishkolligi yo'q. Shuni keltirmasalar ham bo'ladi bu oyatga. Otifa desa bo'laveradi uni. Albatta isbel oyatmi u nima edi? Oyat keltirishda maqsadlar shuniki valiya'lamallohu allazina amanuni keltirmoqchi edi o'zi aslida. Shashlikda buni keltirmagan bo'lishlari mumkin. Valiya'lamallohu allazina amanu deb vo'gi unga otifa nima savol paydo bo'ladi. Bizga atib qilib bu atib bo'lgan bo'lsa qayerga atib bo'lyapti degan savol paydo bo'lib qoladi. Ana o'sha yerdagi atib emas deyish kerak. O'sha yerda kamol ittisol uchun aytilgan deydi. Bizga atib illat mahzuba barhe. Bir illat mahzubaga tashkil qilmaslik darmon shadid ixtilofi. Arshoq bilardik. Ya'lamas beri juvohi u atib kelar. Liya'lam oyat boshlanib keladi. وليعلم الله الذين آمنوا ويمحو الكافرين. هذا بيان ولا تحمل تحمل. إيجاسكم قرح وقرنص القوم وقرح المسلم وتلك الأيام بدايلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يتخذوا بفعله. إيجاسكم قرح وقرنص القوم وقرح المسلم. ليعلم وش إلاتكو نابو قال لك وشون نابو ليش وشون دياتو شو نابو ليش وشون ديام بس تبى يوم تشوف وشون دعاء كلش كلي. Buni atib deyishimiz uchun tepada xuddi bir narsa shunaqa bo'lgani uchun, bunaqa bo'lgani uchun yana uchun degan ma'nodagi gapga tepada illatli bir gap o'tgan bo'lish kerak. Buni gap yo'q. Vali alamullohu allazina amanu ketavergan gapni. Endi ko'p mufassirlar deydi, o'sha alamat tepasiga xuddi shunga o'xshagan bir oyatni taqdir qiladi. Illatni bayon qilingan li bilan ishlagan bir oyatni nima qiladi? U kishi shohvallarga aytgan, osongina buni zoyida deb qo'ygan yaxshi degan. Kamol ittisol tepada ishga kamol muttasilligini bayon qilib, o'shanda tepadagilarga misol beradi ham keyin. Hech qanday biror narsaga otif emas, bu otifa demaydi. Muqobil ittifoqga ta'kidlayman. Chunki vov otifa nima ishonadiki, atif kelsa, chunki biz vovni otifa deydigan bo'lsak, vov nimaga atif bo'lyapti degan gap chiqadi keyin, savol chiqadi. Agar vov ittifoqga ta'kid qilgan agar biz vovni shu yerda kamol ittisol uchun kelyapti xolos desak, hali ishkol bo'lmaydi keyin deydi. Demak, atif ekan degan gap bo'lmaydi. Tamom. Aytda birorta qanaqa illat mahsus bo'lgan ekan, nimaga illatni ham nima qilishga ham biz muhtoj emaymiz. Uni taqdir qilish kerak. Oyatga buni nusx turib, mana taqdir bormi shu yerda, uni oyat bor edi, asli degan gap bor edi degan gapni aytishga muhtoj bo'lmaymiz. Otifa desak, hali gaplar chiqish kerak bo'lar ekan. Fon ittisol vaqtida fo ayban. Bu shuni foni vaqtida ziyoda qilinadi. Bo'ga o'xshab, harflarga o'xshab. قال القسطلاني في شرح كتاب الحج بخاري شرح كان في باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج مرقيانا إذا طاف طواف العمرة عمران طواف نقبت ثم خرج كين تشبيت هل يجزيه من طواف الوداع طواف الوداع ونقول تعالى مدته هاي لا طواف بلان في باب المدينة كان عنده أو إذا ترى صار غرض صفات بي اتصال مقصد فانه هم خوشلرdi جس ارشاد خداوندی فبذلك فليفرحوا وخشيده اسپر انسکو خوشونه شاهی ایشان بذلك فی بهر فاه و رب اتصال گره ko'rsangiz bizalikani dan oldin xotiribdi. Hozir u rabd ittisol uchun tafsir mazhabida barhofi qolsa bizalika li rabd bima qablaha tepadagi narsaga bog'lab kamol ittisoli borligini bildirib turibdi. Fa bizalika falyafrahu. Mana nima keladi?
قل بفضل الله برحمته قل بفضل الله برحمته فبذلك قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا. Ya'ni ularni farqladi. Faqat mana shu bilan bo'lish kerak. Bo'lgan bo'lsa mana shundan keyin bo'lsin degan tomon ittisolni bildiradi. Xudoning fazli bilan xursand bo'lsin degan gapni ifoda qilish uchun fa keladi shitda. Otfa emas endi. Au va kabi ittisol bi taksir ata ifka hawalahi. Oge va kabi ittisol bi taksir ata ifka hawalahi. Allama Qassalni Buxoriy sharif kitobi Haj sharif qavmida ibara xaraj hadis sifat o'sha bobda xullas nima aytgan ekanda endi Qassaloni va yajuzu tawassutul atifi bayna sifati wal mawsufi joiz ekan otifa harfini tushib qolishligi sifat bilan mavsufning o'rtasiga degan ekan. O'sha mu'tamil bobida gapirgan shu gapni chiqqan ekan deyapsiz o'shani aytib qo'yapti endi. Otif harfi sifat bilan mavsufga tushib qolish tushsa ham bo'laveradi gohida. O'zi harf bilan o'rtasida edi. لتأكيد لصوقها بالموصوف hali sifatni mavsufga lusuqini tegishliligini yopishganligini ta'kidlashlik uchun bo'la xolos. Shu sifat go'yoqli mavsufdan ajramaydi. degan gapni ifoda qilish uchun. Masalan, إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أصل إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض. ده الذين في قلوبهم مرض shu munofiqlar sifati. Lekin o'rtaga va qo'shilib qoladi nima uchun? O'sha qalbda maraz borlik munofiqlardan ajramaydi degan gapni ifoda qilmoqchi edi go'yoda. Haqiqiy munofiq bo'lsa qalbida marazi borligi ulardan ajramaydi. Hammasi ham qalbida marazi bo'ladi. Qolasi huwa mislu marartu bi zaydin va sahibikaga o'xshaydi bu. O'tdim Zaydni oldidan va sohibining yonidan dedi. Sohibam shu Zaydni o'zi asli. Lekin Zaydga senga sohibligi go'yo hech ajramas narsa. Sen haqiqiy chin do'sting deganga o'xshagan gapda endi o'zi sohiblik, do'stlik Zayddan ajramaydi. Senga do'stlik Zayddan ajramaydi degan. إذا أردت بصاحبك زيدا. Balki o'sha sohibingdan ham agar Zaydni iroda qilgan bo'lsang, nima endi deyapti. Sohibdan boshqa odam bo'lsa, u gapni aytgan masala emas. Agar o'sha sohibni ham Zaydni nazarda tutyapti desa, shu yerdagi vov sifat bilan mavsuf o'rtasida tushgan nimadan bo'lib qoladi ekan. Vovdan bo'lib qoladi. U kamoli lusuqda, ittisoli lusuqni bilgan bo'ladi. Hakida lusuq. وقال الزمخشري في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. جملة واقعة صفة لقرية. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قرية كي قيس قرية لها كتاب معلوم. لها كتاب معلوم وز قرية نسبة وز. إلا ولا قيس قرية كي ولقان بصحة ما سنين كتاب بقنده. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إلا لها كتاب معلوم قلت قشر ترب قرية صفات بلاد الجد. جملة واقعة صفة لقرية والقياس على تتوسط الواو بينهما. قياسي خلاصين تجخنا واو الكريوي إلا لها كتاب معلوم. كما في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أو تشنك يعني وكما لكن ما جاء التوكيد ذلك وإنما توسط لتأكيد اللصوق الصفات بالموصوف بالتجوج نما صفات لها كتاب معلوم لك حرب kitobga ega bo'lishlik qariyani sifati u ajralmas sifati u qaysi qariya o'lgan bo'lsa halok bo'lgan bo'lsa hammasida ham kitob borligi aniqda kitob bo'lmasa halok bo'lmagan kama yuqalu fil hali ja'ani zaydun alayhi thawbun deysiz hol aytsangiz ja'ani zaydun alayhi thawbun va ja'ani zaydun va alayhi thawbun deysiz xuddi shunga o'xshagan deydi vov hechqanday otifaligi yo'q yerda deydi يعني قد يكفر وقيت فدخل يداك الدنيا موصفة في الأمام وهنا أنت هذا بشيء وأصول كفات فتبسل بتكفير جيسك حال مكانت بإذن عليك يعني دما شريك كلام حتم और इस पर खस्तलानी की इबारत भी पूरे हो गए शिद्दत की ना बोल रहा खस्तलानी की आपसी याद इंतहा हमारा तो शिक्षण याद वो ज़्यादा बोलिस्टिंग क्या पर तरह बोल रहे हैं फानियम या पर आइज़ान देखो आइज़ान deb aytdi shunga keyin vov deya misol qilib qo'ydi misolni keltirdi lekin asli foyam o'tdi shunaqangi demoqchi edi shunga ayzan deb aytgan deydi انتشار الضمائر وإرادة المعرفات الخير والشر وما في معناهما انتشار الضمائر zamirlarni tarqab ketishi ya'ni zamirni qayerga borishini bilmay qolishligingizda va irodatul muayyan yumkin emas bitta kalimadan ikkita ma'noni iroda qilishlik va rubbama takunu su'ubatu fi fahmi al-murad gohida endi
murodni fahm qilishlikdagi qiyinchilik bo'lib qoladi. Lintishori zamoir, zamir tarqab ketganligidan va iradatul ma'nayn min kalimatin wahida bir kalimadan ikkita narsani ma'noni iroda qilishga to'g'ri kelib qolgan vaqtida. Qawli ta'ala va innahum la yasuddunahum anis sabil va albatta ularni yo'ldan to'sadilar. Va innahum la yasuddunahum anis sabil. Yasuddunani fa'ili kim u? Hum kim o'zi? Va innahum la yasuddunahum anis sabil va yahsabun annahum muhtadun va o'ylaydilarki ular hidoyat topgan bizlar. Yani anna shayatin la yasudduna an-nas anis sabil o'zi. Yasuddunani fa'ili shayton, hum u zamir qaytar odamlarga bo'lar ekan. يعني أن الشياطين لا يصدون الناس عن السبيل ويحسبون أن فاعلكم ويحسبون الناس أنهم مهتدون آدم لو تقولن هداية تكام زيرور يحسبون أن فاعلكم الناس بلانك بشيء الزمائر انتشار مثال تخفي قهبار من خلاص. وقوله قال قرينه المراد به الشيطان في موضع واحد برورن ده قرين مراد شيطان بلاده وفي الموضع الآخر الملك باش قولن ده فرشته إرادة بلاده. قرينه أنا أطويته شنو ما شيطان ليش هذا ما لدي عتيدة ولكن كان فيه ضلال بعد ولقد ربنا ما أطويته وش هذا ما لدي عتيدة مراد شنو ما فرشته ما أطويته هذا ما شيطان وجد. يسألونك ماذا ينفقون سدان سورة لكن ما نفعل إنفاق قليل قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين ما أنفقت من خير ما نرسيك يحشي إنفاق قليل يوم مثلا أطعنا لارنجم أتيب يا دملار بيرلي جلالده. وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون لما إنفاق قليل ديدلا قل العفو عفونا إنفاق قليل. فالأول معنى أي إنفاق ينفقون أي نوع من الإنفاق ينفقون أي نوع من السؤال عن المصاريف أي إنفاق ينفقون ماذا ينفقون مراد ولا أي إنفاق قنقنج نفقة ولا نفقة قليلة ديابته أي نوع من الإنفاق ينفقون نفقة قنقنج ولا إنفاق قليلة ديابته قيادة وهو صادق بالسؤال عن المصرف shu gapni qachon aytiladi, qachonki masrifda haqida savol qilgan bo'lsa o'shanga sodiq keladi. Ya'ni qanaqa ta'riflaylik degan bo'ladi. Qanaqa ihson qilaylik deganini damrod hammasi ham puldayni bergan narsa pul bo'ladi-da. Qanaqa ihson qilaylik halol joydan bu savolni odam odatda so'raganda o'shanda qanaqa sarflaydi-da qul ma anfaqtum khayr va yasalunaka ma yunfiqun qul afu bas degan savol qanday men kisa qanaqa qilib xarj qilaylik deganida infoq bo'lsa infoqni qanaqangi qismini qanaqangina uni ixtiyor qilaylik degani go'yoda. Hali mana masrifga boring savolsani bu masrifga sarflanadigan joydan so'ralgandagi savolga shu narsa to'g'ri keladi. Shu savoldan sarflanadigan joyi qanaqangi bo'lsa deb savol berib turganligini bilib turasiz deydi. Qanaqa ihson qilaylik deyapti-da, qanaqangi ihson qilaylik bilan sarflanadigan joyda nima aloqasi bor? Chunki javobiga Xudo taolo sarflangan joylarda aytganda, bunaqa ihson qiling emasdan otangga ber, onangga ber deganda. Qul ma anfaqtum khayrin falil validayn deganda. Ular maza yunfiqun nimani beraylik deganda aytdi o'zi. Maza yunfiqun nimani beraylik degan bo'lsa, yana qanaqa qilib beraylik, qanaqa ihson berishimiz kerak desa, Xudo taolo baqa berasan deb sarflangan joylar aytgan. Keyin tasarrufga e'tiborsi infoq qismiga o'shancha qanaqa qilib beraylik degan gapdagi nafaqamiz qanaqangi nafaqa bo'lsin degan savol bilan sarflanadigan joyda o'rtasida nima aloqa bor desa, odam sarflanayotgan joyiga qarab turib nafaqasini nav har xil bo'lib ketadi. Yaxshi ota-onasi bo'lsa ko'proq savob oladi. O'shanga ehsonimiz qanaqa qilib ehson beraylik deganda, onangga ber, otangga ber degan bo'ladi javobiga deydi. دوسه سوال من کنسه ملحج کنه یک کلمه نسه keyingidan bo'lsa qulil afu degan ma'no yumshuqim bor-ku, qanaqangi molni beraylik degan keyingisi deydi. Avvalgisi deydi ihsonimizni nafaqamiz qanaqa qilib beraylik bo'lgan bo'ladi. Avvalgisi qanaqa qilib beraylik degan bo'ladi. Keyin javob Xudo taolo masriflarni sarflagan joylardan keyin keyingisi nimani beraylik degan bo'ladi. Ma'no yumshuqunda nimani infoq qilaylik deb so'ragan. Xullas, ma'no yumshuq ikkovi bitta joyda ikkovi bir xilda o'qilgan, lekin bunisidan boshqa murod, bunisidan boshqa narsa keladi. Haligi bitta kalimadan ikki ma'noni iroda qilishlikka misol qildi buni.
Erta qanday qilib ihson qilish so'ragan, keyingisi nimani ihson qilish so'ragan. فالأول معناه أي إنفاق ينفقون birinchisiga أي نوع من الإنفاق ينفقون degan mayli shunaqasi mayli qanaqangi navda ihson qilaylik desa yo qanaqangi qilib ihson qilaylik desa va huwa sodiqun bis-su'al anil masrif bu sarflanadigan joydan savol qilishga to'g'ri keladi shu savoli. Sarflanadigan joyimiz qayt bo'lsin deganida deydi. Savol berasiz, qanaqa erta uni so'ragan yo'q-ku, nimani ihson qilaylik deyapti, tamozo yunfiqun deyapti. Men aytyapsizki, masrifdan so'rayapti deyapsiz. Desa yo'q, kelanal infoq yasulu bi e'tiboril masarif anwa'an. Qanaqangi nav'ini ihson qilaylik deyapti davlat. Qanaqa sarflanadigan joyga qarab turib infoqni nav'i har xil ketib qoladi. Yaxshiga sarflasa yaxshi sarflasa, yaxshi infoq qildi bo'ladi. Yomonga qilsa yomon bo'ladi. Vasfani ma'no ayyu mol yunfiq. Ikkinchisi esa qanaqa molni nafaqa qilaylik degan bo'ladi. Ha. Amin hada qabil majul lafzil ja'ala shay va Qur'onda kelgan ja'ala yoki shay narsa degan ma'nodagi gaplar xuddi shunaqangi mumkin. Bunda ko'p ma'noda ekan. Masalan, qad yajib ja'ala bi ma'na xalaqa ma'nosini kelgan. Ja'ala zulumati va nur kelgan. Zulmatlar nur qildi va zulmatlar nur yaratdi bilan. Gohida e'tiqod ma'nosini kelgan. E'tiqod qilib oldi. Va ja'alu lillahi mimma zara. Alloh uchun o'zi yaratgan narsalardan rizqlar bor deb turib e'tiqod qildilar. Chetdagi ja'aludan e'tiqod qildilar ma'nosi bilan. Va xuddi shunday yaji'u hamda fa'ilni o'rnida ham kelaveradi, maf'ulun bihining o'rnida kelaveradi, maf'ulun mutlaqning o'rnida ham kelaveradi. Masalan, am xuliqu min g'ayri shay'in. Am xuliqu min g'ayri shay'in. Ular bir shaysiz yaratildilarmi? Ya'ni shaydan murod chetda xoliq o'sha fa'il. Xuliquni fa'ilu. Am xuliqu min g'ayri shay'in, ya'ni am xuliqu min g'ayri xoliqin bo'ladi dedi. Shaydan murod xoliq u. Ya'ni fa'il ma'nosida kelganligi. Yani fala tas'alni an shay'in mimma tatawaqqaf fihi min amri. Shetdagi bir narsadan so'ramayin degani so'ralaydigan narsa o'sha shaydan murod demak edi maf'ul ma'nosida kelganligi. Buni so'ralaymi an shay mimma tatawaqqaf fihi min amri. Meni ishimdan bir ishlar meni ishimdan ya'ni dinimdan bir narsa borki tatawaqqafu fihi. Uylarni tavaqquf qilib qolasiz, bundan so'ramang deganda fala tas'alni an shay'in mimma tatawaqqa an shay'in mimma tatawaqqaf fihi min amri. Meni ishimdan tavaqquf qilib o'ylanib qoladigan meni nima ishim bo'lsa yoki o'yla aqli yetmay qolyaptimi buni so'ramay mendan degani bular. Sizga bir ish buyurdim, u meni amri endi. Tavaqquf fi o'ylanib qoldim nima ekan deb turib. Men buyruq qildim-da nimaga deb savol qilmang degani. Fala tas'alan shay'in hatta uhdisa laka min o'sha aytmaganimcha so'ramang undan. O'shda shay xullas maf'ul ma'nosida so'ralaydigan narsa endi. Mas'ulun anhu bo'ladi bo'ladi. وقد يرود بالامر والنبأ والخطاب المخبر عنه. مثلا واحد امر نبأ خطب ما خطبكم دي خطبlardan muxbarun anhu ya'ni uning haqida xabar berilib turgan narsa ham iroda qilinadi. ish deydi nahvu qawlida huwa naba'un azim. Bu juda ham ajib qissa degani bo'ladi. Ya'ni so'ralaydi xabar berilish kerak bo'lgan narsa naba'un azim. وكذلك كل كلمة الخير والشر وما في معناهما شر خير degan kalimalar Qur'onda shunga o'xshagan ma'nosidagi kalimalar yaxtiliful marad minhu bihasab ixtilof mavozini ixtilofiga qarab turib bu gap bir joyda xayriyat bahs odatlanmasida xayriyat juda ko'p ma'noda mol ma'nosida ham ko'p keladi. Tuhibbil xayr la shadidda dunyoni ko'p yaxshi ko'radi. Xayrdan murod dunyoni yaxshi ko'rishi. مش بقول لنا شيء पूछने मेरी मामला में जिस मामले में आपके तअम्मुल हो इसके बारे में ना पूछना ये आमद की जगह शेख को जिक्र करने के मतलब है यानी मज़कूर दोनों मिसाल फाइल और उनके وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مفعول له نيجي ولا تشركوا به شيئا عبارة وجدت الشيطان وعبدوا degan fe'l keldi-ku o'sha fe'lni maf'uli bo'ladi o'sha yerda. Bu shaydan murod u ma'bud degan narsa bo'ladi-da. Wa'budulloh va la tushriku bihi ma'budan degan bo'ladi. Biroq ma'budni nima qilmaylar endi. Ya'ni maf'ul ma'nosida keladi. Hozir uni yana xabar o'qisangiz o'sha. Chekacha bilan xadirmi? وكذلك كلمة الخير والشر ما في معناهما اختلف المراد بينهما حسب اختلاف المواقع من هذا القبيل انتشار الآيات قد
انتشار ومن هذا القبيل انتشار الآيات tepadagi gaplarga o'xshagan misollardan bittasi intishor oyat bor. Intishor zamoir bo'yicha intishor oyat, ya'ni oyatlarning tartibida oldin-ketin bo'lib ketib qolishlik intishor oyat. Oldin-ketin bo'lib ketishligi intishor oyat. Qad yubadir ila ayatin maqamu al-asli ba'da irad al-qismi. Go'g'da tezda keltiriladi. Ila ayatin yubadir ila ayatin, ya'ni bir oyatga shoshilinadi deganda. Ayatin maqamu al-asli ba'da irad al-qissati. Aslida u qissani keltirishlikdan keyin kelish kerak. Qissa tugagandan keyin o'sha oyatni keltirilishi kerak. Lekin o'sha oyatga shoshiladi. Shoshilib nima bo'ladi? Fayazkuruha qabla tamom qissati. Qissa tugamasdan aytib qo'yiladi o'rtada. Bir oyat shuni muhimligi uchun o'rtada aytib qo'yadi. Aslida oyat tugagandan keyin aytilgan xulosa sifatida aytilgan narsa u. Shunda yaudu ila qissati fayutimmuha. Keyin o'rtada haligi oyatdan qissadan keyin aytilishi kerak bo'lgan narsani o'rtada aytib qo'ygandan keyin aytib qo'ydi, qissa uzilib qoldi-ku. Keyin yana yaudu ila qissaga qaytadi yana. Qaytib fayutimmuha, keyin qissani tugatadi keyin. Shunaqa ham ko'p bo'lgan. Vaqat takun oyat mutaqaddimatan fi an-nuzul. Gohida ba'zi oyatlar Qur'onda nuzulda oldin bo'lgan. Mutaakhiratan fi tilovati. Lekin tilovatda mutaakhira bo'lgan. Nuzulda mutaqaddima yu tilovatda mutaakhira. Keyin o'qiladi. Masalan, qavli Ta'olani ko'ring. Qad nara taqalluba wajhika. Muqaddamatun fi an-nuzul, oldin nozil bo'lgan. Qad nara taqalluba wajhika, osmonga qarashlarini ko'ryapmiz degan. Ya'ni bu osmonga qarab qiblani o'zgartirishni kutuyvergan, Ka'baga o'tsa edi, Baytul Muqaddasdan Ka'baga burilsa edi qibla deb osmonga qarab muntazir bo'lib turganlar. Keyin shu oyat demak qad nara taqalluba wajhika fi as-samo, osmonga qarab turganlar hammasini ko'rib turibmiz. Falanuvalliyani qiblatan tarzoha, o'z rozi bo'lgan qiblaga masjidni buraman degan va'dalar Xudo berganda, keyin burilganlaridan keyin odamlar nima bo'ldi bu? Bular kecha anaqa qarab turib, endi baqa qarayapti. Naqillasdi degan savol gaplar bo'lgandan keyin sayaqul sufaha minan nasi ma vallahu an qiblatihim allati kanu alayha. Ular mana burilib turgan qiblasidan endi nima burilib qoldi degan ma'ni oyatga Xudo nozil qilgan. Demak, u qannara taqallub vajiga o'zi muqaddam nuzulda, lekin tilovatda sayaquldan keyin kelyapti dedi. Sayaqulu sufaha mutaakhiratun, nuzulda mutaakhir bo'lgan. Va fi tilovati bil aks dedi. Tilovati aksincha bu. Sayaqul oldin o'qilib turib, qannara keyin o'qilyapti dedi. Nuzulda ikkovi tartibda qilgan. Shunda intishor oyatga misol keltiram dedi. Mana vaqad yudrajul javob fi taza'if al-aqwal al-kuffar. Kipadagi gapga mana misol endi. Hali qissani o'rtasida gap ketar edi-ku. Qissani o'rtasida mana bir oyatga shoshilib turib, qissani keyin tamom qo'yadi. Vaqad yudrajul javob fi taza'if aqwal al-kuffar. Kofirlarning gapini ichida javobni idroj qilinadi, kirgizib qo'yadi javobni. Masalan, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Kofirlar bir-biriga aytar ekan, sizlar o'zlarining dinlaringga ergashgan odamdan boshqaga iymon keltirmanglar der ekan. Biz dinimizga ergashsa, dinimizga ma'lum shuni aytganini qilamiz bizlar deganda, qul innal huda hudalloh. Mana qul innal huda hudalloh deb aytib qo'ying deyapti Janob Rasululloh. Hidoyat faqat Xudoning hidoyati bo'ladi deb turib, ayyuta ahadun mislama utitum deb keyin kofirlarga gapini tugatyapti. Tabii dahil kafirlik aqwal के जैसे औरतों किसी के सामने इकरार न कर मगर इस शख्स के सामने जो तुम्हारे दिन के पैरों अगर कि इसको ऐसी चीज मिल सकती है जैसे तुमको मिले है अयुता अहदु मिस्ल ما اوتيتم ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله يؤتى احد مثل ما اوتيتم kafirlarni gapishi yani utib bade ولا تؤمنون davam o'zi aslida ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وفائدة الإشارة تلجأ إلى أن كيدهم غير ضار لمن لطف الله تعالى به بالدخول في الإسلام أو زيادة التسلم فيه ويفيد أيضا أن الهدى هداه فهو الذي يتولى ظهوره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا ishonmanglar sizlar deganda illa liman tabi'a dinakum illa ishoninglarga o'zlaringiz dinlaringga ergashgan odamga ishoninglar. Nima bo'lishini ishoninglar desa maqbul bo'larkanda bunisi ayyuta ahadun mislama utitum منطق بأن أحد يؤتى ذلك إلا لمن يؤتى مثل ما أوتي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي يؤتى أحد أي يؤتى أحد من المستثنى مثل أحد قدم عليه المستثنى لما لا تقول بأن أحدا
يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم. Yu'ta ahadun misla mawtin sizlarga berilgan narsa sizlarga o'xshagan narsani misli berilgan narsa misla mawt ishonmanglar birorta odamga sizlarga o'xshagan narsa berilishligini illo liman tabi'a dinakumda illo u kimga sizlar dinlarga ergashgan bo'lsa faqat o'shanga beriladi. O'rtaga qilib qolyapti. Qul innal huda xudoni qo'lda turgan kimga holatda beraveradi. Qo'ygan gapni o'rtaga qo'shib qo'ygan. Ular illa liman ala tu'minu la tu'minu ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. O'rtaga nimadan ham oldin nariga gap bor aslida. U illa liman tabi'a dinakum undan ham keyin kelish kerak edi aslida. Ayyuta ahadun mislama utitum. Birorta odam sizlarga berilgan narsaga o'xshagan narsaga berilishiga ishonmanglar. Illa liman tabi'a dinakum. Illa sizlar dinlarga ergashgan bo'lsa, o'shanga beriladi degan gap bor endi. Mislama utitum. Sizlarga berilgan narsaga o'xshagan narsa faqatgina sizlarning dinlaringizga ergashganga beriladi deb ishoninglar degan ekanda. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مفعولين وشانا ولا تؤمنون لا تصدقوا دي مغمدين أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بيرلش مثلا لين بيرلش لين إشامنلا إلا لمن تبع دينكم وتي إن قل إن الهدى هدى الله يسقل يعني وبالجملة دي فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير. degan mana shu mabahaslar juda katta tafsilotga muhtoj, ancha gapirish kerak. Va fi ma takarnahu kifoyatun. Lekin biz zikr qilgan narsalar shunchalik kifoya bor. kifoya bor, yetarli narsa. Va man qara'a al-Qur'on al-Karim min ahli as-sa'odat, har kim Qur'on al-Karimni saodat ahllaridan kim o'qisa, vastahdara hadhihi al-umur inda tilovat vaqtida shu narsalar o'ylab tursa, bu qa'idda, bu zamir qa'idda, bu asli nima edi bu kalimani uni degan narsalarni o'ylab tursa, adraka bi adna ta'ammulin gharaz al-kalam va ma'na ozginagina ta'ammulni o'zi bilan tushunadiki kalomning g'arazi nima-yu, kalomning mag'zi nima. Tushunadi. Va yaqisu ghayra al-mazkur ala al-mazkur. Biz shu zikr qilgan narsalarimizga zikr qilinmaganlarni qiyos qilaversin keyin. Zikr qilinganlarni, zikr qilinmaganlarni o'qiyapmiz. Biz aytmagan narsalar chiqyapti. Endi biz zikr qilib o'tganlarga qiyoslaymiz. Mana shunga o'xshagan ekan deyinda bayan taqil min misal ila amsalat ukhra. Bir misoldan boshqa misollarga intiqol qiling, ko'ching. Bizga qotib tura olmasin. Bir misoldan ikkinchi misolga ko'ching. وقد يدرج الجواب في تضائف أقوال kofirlarni gaplarining ichida javobni suqib qo'yiladi o'rtaga. Javobdan bilan ularning raddiga bir gap, javobdan bir savol deganki, savolga javobni tushunmasa kerak edi. Yo'qotib yuradilar. Ularga bir mabodo qalbida kelgan e'tiroflariga, ular qalbiga ham til bilan aytgan o'shanaqa javobni yudraj suqib qo'yiladi javobni fi tazoif aqwal kufar kofirlarning gaplarining orasida. Nahu qawli ta'ala va la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Go'yo mana qul innal huda hudalloh go'yo javob bo'lyapti endi ularning e'tirozlariga. Din faqatgina bizga ergashgan odamlarning dini rost bo'ladi degan bo'lsa, yo ul huda hudoniki deb qo'ying. Deb ayyut ahad muslima o'tib kofirlarning gapini davom bo'ldi-da. Bu bilan uni tazoifda keldi, bu o'rtadan, tazoifda o'rtada kelib qoldi. أخطر بالبال في أثناء المطالعة يدرك الغرض من الكلام بأدنى تأمل ويقيس غير المذكور على المذكور وينتقل إلى أمثلة أخرى. وأنا عليه بحث زيادة تفصيل كمحتاج لكن أصول هدايات में से जो हमने जिक्र किए उससे मुख्तर काफी है. फसादत मन में जो उसका मुताला करे कि उनको मुताला कर ले और दौरान मुताला उसका है कि वो मामूल तवज्जुह से कलाम का मकसद समझ लेगा और गैर मज़कूर पर क़ियास कर सकते हैं. एक मिसाल से दूसरी मिसाल की तरफ मुंतकिल हो जाएगा. जिससे कि गैर मुताला शरह में उसका नमूना पेश किया गया है. फलिल्लाहिल हम्दु फिल औला